Farzandingizni bilimi uchun pul beramiz. Hech qanday qo'shimcha shartlarisiz biz o'qitmaymiz va o'rgatmaymiz. Eng asosiysi foydalanish tekin. Nima bu deysizmi? Videoni oxirigacha kuzatib boring, batafsil tushuntirib o'taman. Boqiy.uz platformasi xuddi Facebook va Instagramga o'xshagan ijtimoiy tarmoq. Faqat u bilimga asoslangan. Platformadan foydalanish uchun ro'yxatdan o'tib farzandingiz kunlik maktabda, o'quv kurslarida yoki individual nimani o'rgandi, bilib borasiz. Misol uchun, tarix yoki fizikadan qaysi mavzuni yoki pachimuchkada 4 qator she'r yodlagan bo'lsa, o'sha o'rgangan bilimini 2-3 daqiqalik video shaklida post qilib, joylashtirib borsa, tizimining har bir posti, ya'ni bilimi uchun uning balansiga pul berib boradi. O'sha balansdagi pulga esa onlayn magazindan xohlagan mahsulotini tekinga xarid qila oladi. Va biz o'zimiz yetkazib beramiz. Natijada farzandingiz olayotgan bilimga qiymat yaratadi. Ya'ni biz ota-onalar mehnat qilamiz. Shunga yarasha haq olamiz. Mehnatimizning esa qiymati mavjud. Farzandingizda ham xuddi shunday qiymat yaratiladi. Chunki ular ham o'qib, o'rganib, mehnat qilishyapti. Bu esa kitobga, bilimga bo'lgan qiziqishni albatta oshiradi. Farzandingiz o'rganadi. Undan tashqari o'zini tengdoshlariga o'rgatadi. Notiqlik qobiliyati rivojlanadi. O'z fikrini erkin bayon qila boshlaydi. Eng asosiysi, platforma algoritmi shunday ishlab chiqarilganki, farzandingiz har bir postini tahlil qilgan holda uning proforientatsiyasi, ya'ni qaysi kasbga qobiliyati yuqori ekanligini aniqlab, tor mutaxassislik bo'yicha ma'lumot berib boradi. Masalan, farzandingiz kelajakda bankir bo'lmoqchi. Bank nima? Banklar qachon tashkil etilgan? Nima qilsa bank rivojlanadi yoki aksincha bankrot bo'ladi? Ularning oylik maoshlari, vakant lavozimlari, ushbu mutaxassisga yo'naltirilgan dunyoning top universitetlari va bank sohasidagi dunyoda bo'layotgan yangiliklar haqida umumiy nazariy bilim berib boradi. Natijada farzandingiz yetuk mutaxassis bo'lib, bekamol ko'st, moliyaviy qiyinchiliklarsiz katta hayotda o'z o'rnini topishga zamin yaratadi. Ha aytgancha, farzandingiz post ostida izoh qoldiring. Like bosib, emotsiya sovg'a qiling. Bu esa farzandingizga motivatsiya beradi. O'ziga bo'lgan ishonchni kuchaytiradi. Kitobga, bilimga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Ushbu harakatingiz farzandingizni yoshligidan o'z maqsadiga erishishda katta sababchi bo'ladi. Xo'sh, endi hurmatli ota-onalar, ushbu platformada onlayn do'kon mavjud bo'lib, ro'zg'oringiz uchun oziq-ovqat mahsulotlari qo'yilgan. Assortiment katta. Narxlar bozor narxi bilan bir xil. Har bir tovarga 20% foyda qo'yilgan bo'lib, 16% ta'limga, 4% esa kuryerga ajratilgan. Bemalol tekshirib ko'rishingiz mumkin aysa. Uyingizga yetkazib berish tekin. Eng asosiysi, bizdan xarid qilsangiz, foydasi farzandingizni bilimi uchun sarflanadi. Siz esa o'z farzandingizni bilimi uchun homiylik qilishingiz mumkin. Buning uchun kerakli tovarlarni savatchaga tashlasangiz, tizimni o'zi sizga tovar tannarxi va foydasini chiqarib beradi. O'sha foydasiga o'z nomingizdan oilaviy rasmingizni qo'ygan holda ta'limga homiylik qilishingiz mumkin.
Bu esa ham o'zingiz uchun, ham farzandingiz uchun emotsiya tuhfa qilgan, xursandchilik tarqatgan bo'lasiz. Qaytarib aytaman, natijada mahsulotlar sizga optim narxga aylansa, foydasi bizning cho'ntakka emas, baraka topkur, balki o'z farzandingiz bilimini rivojlantirish uchun sarflanadi. Hurmatli tadbirkorlar, blogerlar, ziyoli qatlam, ta'limga bee'tibor bo'lmagan insonlar. Ta'limga homiylik qilib, o'z kompaniyangiz, brendingiz yoki tashkilotingiz suratini rasmiy saytingiz yoki ijtimoiy tarmoqdagi manzilingizni kiritgan holda tekin reklama qilishingiz mumkin. Bu esa bir necha o'n minglab mijozlarni oqimini shakllantiradi va tovaringizni yanada ko'proq inson tanishiga omil bo'ladi. Eng oxirgisi va eng asosiysi, barcha foydani bilimga ajratsanglar, daromad qayerdan deysizmi? Izohlarda ko'p savollar bo'ladi. Bu yolg'on bo'lsa kerak, bu navbatdagi PR-dir deb. Yo'q. Biz laykdan daromad qilamiz. Hozirgi innovatsion zamonda. Chunki aynan mana shu platformaning orqasida katta bir jamoa mehnat qiladi. Soliqlar, server xizmatlari, xullas hammasini ichiga olgan to'lovlarimiz bor. Hurmatli ota-onalar, farzand bu kelajak. Kelajak esa bilimli bo'lishi shart. Endi savol: sizni kelajagingiz qanaqa?